Yaxshilab urib sindiring. Udar ham vahshiy yo'q Honda. Ana, asli yomon ketdi. Endi, xo'p, bu kafellarda urib sindirishdan maqsad narxini sindirganmiz. Nimaga 35 ming kvadrat? Aka, kvadrat 35 mingligini sababi biz bunaqa furalarda 10 tonna demak 5 fura, 6 fura объемga olamiz. Ha, bu Toshkentdan Primo keladi. Toshkentdan Primo birinchi qo'l o'zimizga keladi, xudo xohlasa. Endi bu hozir 35 mingdan 1 kvadratda bo'lsa, o'zi atrofda 60 ming, 70 ming deyapsiz. 60 ming, 70 ming. Sizlarda qoplanadi ob'yomligini. Ob'yom biz quruvchilar bilan ishlaymiz. 300 kvadrat, 500 kvadrat, 1000 kvadrat ashunaqaga ishlaymiz. Keyin bu yerda joyimiz bor edi. Mashina olib chiqib qo'yib qo'ydik. U yo'lda bo'yi o'tgan odam ko'rib, boshqa qilib, mahalliy aholi ham olib foydalanaveradi. Gullari har xili bor ekan. Yangilik assortimentlar bor. Ko'rsatingiz, oshxona boblari ham bor. Men aytdim, mana ular oshxona bor. Mana ular oshxonaniki. Mana shu biz ham o'zimiz kottej quryapmiz-da hozir. Aha. O'zimiz ham olsak bo'laverar ekan-da. Bemalol. Ha? Prechesleniyagami, shotkami, hammasi ishlanadi. Qizig'i yo'q. Naqd bo'lsa bo'ldi, nasiya bo'lmasa bo'ldi. Nasiyaga ishlamaydi. Mana aka kafellar. Mana bunisi ham chiroyli ekan. Mana shu yangilik keldi. Sokilga qaysi yaxshi? Uylardi Sokilga tashqariga. Sokilga mana aytdim. Arzon ekan, zo'r ekan. Sokil boblari ham bor. Mana unisi Versace'lari. Bular ham 35 ming. Bular ham 35 ming. Sokilni Versace'si. Ular ham 35 ming ekan. Hammasi. Zo'r ekan-da. Mana shular hozirgi kunda rosa moda bo'lyapti Sokilga. Buni endi aka bundan tashqari yana dori bor dedingiz. Mineral o'g'itlarimiz ham bor. Mineral o'g'it bilan ham shug'ullanamiz. Ular ham o'pdi. Mana bu ham chiroyli kafelar ekan-a? Ha, mana shu ham zo'r ketyapti. Bu aka sizga birinchi bo'lib mana shu mineral o'g'itni ko'rsatmoqchiman. Nimaga desiz? Mana o'g'it ham. Mana mineral o'g'it eng zo'ri hozir shu bo'lyapti. Nimaga desiz? Bu Rossiyadan kirib keladigan MPK. Mana shu yerga bu gulga bo'lmaydi, mevali daraxtlarga. Bo'laveradi. Gulga ham bo'laveradi. Nimaga desiz, buning ichida azot bor, kaliy bor, fosfor bor. Azot, kaliy, fosfor bo'lib hamki eng oliy sort ishlatilgan. Buni kilosini aytib o'tib ketamiz. Buni kilosini narxini aytmay qo'yaveraylik-ku. Telefon qilishaveradi, nomerimiz bor. Lokatsiyamiz to'liq tushuntirib bering. Lokatsiyamiz. Mana ular ham dormi? Bular ham mineral o'g'it. Yo'q. Machavina, silitra, amafos, kaliy, pali hammasidan bor. Oziq-ovqat do'konimiz ham bor, nima kerak bo'lsa. Ha, bu ham sizniki. Ha, bu ham bizniki. Uni nima? Sarafandi, uni eshitaydi. Gumi. Gumi. Biagomusmi o'sha? Yo'q, biagomus boshqasi. Bu gumi. Bu nima u? Bu narsa nima qilib beradi desiz, pishib turgan narsani tezroq pishishiga, rang olishiga yordam beradi. Meva-chevak ekan-da. Meva-chevaga. Lokatsiyamiz o'zi haykalni oldi dedingiz, eski haykal. Bu Oltiariqdan kelaverish. Aha. Qayerga ketaverish? Qo'qonga ketaverish. Qo'qonga ketaverish bu yo'l, a? Baxt tomonga ketsa, Qiziltepaga qarab ketadi. Qiziltepa haligi Qizil sanatoriya. Sanatoriya, Qiziltepa sanatoriyasi. Bu tomon Qo'qondan kelaverish, Oltiariqga ketaverish. Mana eski haykal bor ekan, Kuridonda. Ashidda to'g'risida akamiz nomerini qo'yib qo'yapman. Buni maksimalni tanish bilsalar jo'natsalaring, o'zlaringga misol foyda bo'ladigan manfaatli narsa. Arzon narsa ekan. Xudo xolasa. Pastda profilimizni silkasini qo'yib qo'yamiz. O'tib olib, hamma ma'lumotlarni to'liq olishlaring mumkin. Nomer qo'yib qo'yapsizlar. Nomer qo'yinglar, nomerlar qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.